Assalamu alaykum, hurmatli Nexia 1 ishqibozlari. Sizlarga Nexia 1ni yaxshisini aytib qo'ydik. Mashinani birdan ayblarini aytaman. Kapotini yüzünde kraski gördüm. İyi zengler ishlangan ekan, qog'oylar radnoy ekan. Mashinamizning balollari yaxshi holatda, dumam yomon emas. Metanning sroki 27-yilda o'ngba. Yüzünü ishlab chiqarilgan yeri 2006-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinamizning narxini 32 milyon so'mda baho qo'ydik. Ustida ozmoz kelishtirib beramiz. Mashin lüks konditsioneri variant bo'ladi, lekin konditsioneri yo'q. Ya'ni pol lüksda bo'lsangizlar ham bo'ladi. İşler akuratli holatda, normalniy mashin yurib turibdi. Motor aptol yemaydi, zang churiki yo'q, zang churiklari ishlangan. Xullas, haydamaka bo'ladi bu mashin. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Qo'shko'pir avtoyerda sotuvda turadi. 24 soat kelib savdolashib olsangizlar bo'ladi. Mashinamizning naqd pula, avtokrediti, barter, livoy variantda beramiz. Sizlere generalni devirni ham beramiz. Kelaverasizlar, 24 soat ishdamiz, xudo xolasa. Xizmat qilishda davom qilaveramiz. Qo'shko'pir avtoyerda yangiliklarni qo'yib boramiz, xudo xolasa. Bunda yana bir Nexia 1imiz bor. Buning narxini 27 milyon so'mda baholadik. Bu mashinamiz kraska menimcha bo'lgan, ponni kraska bo'lgan bo'lishi kerak. 2005-yil, balollari yaxshi. Narxi 27 milyon so'm. Motori Donus 1.5 motor bo'ladi. Kelaverasizlar, 24 soat ishdamiz. Hammalaringizga rahmat. Podpiska bosib ko'rishni unutmanglar. Yangiliklarni xudo xolasa sizlar bilan ulashib boramiz. Sotuvda Nexia 1 bugun.